Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizda bor kanali bu. Biz yangi ish boshladik, xalqimizga manfaatli bo'lish uchun. Bugun birinchi mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyali Spark. Bu mashinamizdan bitta joyida miyatina ko'rdim. Shu kapotning ustida kichkinagina miyatina ko'rdim. Keling, mana salonni ko'rsatamiz mashinani. Mana mashinamiz. Hozir probegini sizlarga ko'rsatamiz. Mana zavod bo'lishi ham yarim обороты, start stopi bor. Keyin bunga yaxshi kardinal chexollar taqib qo'yishgan. Buni sho'pir akalarimiz yaxshi bilishadi. O'zi zavodskiy pultli, shoxlari bor tomida. Keling bu yoqqa. Va orqalarini ham ko'rsatamiz. Orqasida mana garmdorlar qo'yib zamonaviy qilib qo'yishgan. Sensor datchiklari bor, zadniy kamerasi bor. Mana mashinamizning holati. Mana zapaskalari tushmagan, gaz qo'yilmagan, mashina benzinda yurgan. Mana mashina juda chiroyli holatda, hamma stiklari akkuratni turibdi. 14 diskga charmpol balonlar taqib qo'yishgan. Juda yumshoq balon bu. U keling mana. Bu mashinamiz yangicha morda qilingan. O'zligi uchun yangicha morda qilishgan. Mashinamizni narxini o'zingizlar taxmin qilib turasizlar. Hozir mana tepada yozib ko'rsatadi mashinaning narxini. Bizda notarius xizmatlari ham bor. Mashinani Telegram kanaliga o'tib bemalol nomerini olib gaplashib baraka qilib bo'ladi.